Ma gep müşahede kalsın cuma adaş. Vay müşahede kalıdı kalti talak çıkmadı devre. Bunundan 7-8 yıl burun kışlağı deymen. Uçaklarda uç empisan degen nersi keng taqalgan tazı moda olgan vaqt deymen. Qanisa ne bular tezroq bo'lmamsa? Ha mana. Qani. Hay. Mavu Tursunkan doktorxon yetib qolgan xil uzun bo'pti. Kesilmi bek eg'irkan deydi. Shung bir berib yo'qlab qo'ysanglar bo'ladi. Ma'qul. Qaysi kunim bir degantam. Shu. Va uyda iskaptelqa qaqva. Shuni chiqa. Nima? Shu necha yil bo'lib ketgan koni qaqda kasal yo'qlamsizlar? Va Tursunkan u cho'mib qolgan odam qandoq u qaqni yeyalaydi? Ang yaxshisi va ko'chadan be yangi mevchi elib berib yo'qlab kelinglar. Ey. Tercihade yetib qolgan odamni mevchi bilan yo'qilsang, ich surib ketmamda. Qiziq gap qilgan xotinkinama. Voy, siz undaq degininglar bilan Tursunkam 70 dan oshdi. U qattiq qaqni qandoq yeydi, demisizmi? Yemmisi, ballar chaynab yegizib qo'ya. Ya men chaynab yegizib qo'yamdim ya. Quruq gapni oz qilib echiq deganki echiq hamjigo. Voy, ma'qul. Xolos. Ishga ko'ydi shepkan bu og'achqa. Ha, ma'qul. Oyna vermekten metr gap gitti değil mi? Oynayayım şu. Oyna. Hem şu ki. Kire. Ay aka, o vaqt acayip bir vaqtlıydı. Merhaba. Hep bak kalktım bir elga ama bağda Boldu bu. bağda kurgan
Bunu yigidek tishmi qanmidi juma hozir. Vay ya yelaysiz deyim yana alacağım. Bunu bo'lmasa qaynoq suv ichilsak, mayli. Bo'ldi. Shu suv chiqida, suv bedenga Ha, foydali. bo'psa. Ha, Bargulning ahvoli qanday? Bargulmi yaxshi aka. Hozir uyda. Endi umuman bilib boray deganda azroq uyda bir mehmon kelib qilib. Sizlar berib kelgan kiyim ham boraman deb uyda qoldim. Shu ayol kishi bek altirashib ketgan bo'lib qoldi hozir. Obdan shu bola vaqimi deb ummucho shu uy tutimi bola vaqimi deb shu elektrikni yurdi qanday qilamiz endi. O'qiram. Ha? Bu cho'ng bo'lib ketibdi. Men ko'rgan vaqtimda kichkina tirib Shu Apsini emib to'g'an bo'ldi. Shu quchoq deydi siz kelganda. Shu. Hozir mana o'ynab hozir bek o'ynaydi bu. Tursunga. Da qarasam chiroylaringiz bir siqib qizli obdan bo'lib ketibsiz. Bu yetavermaydi. Chiqla endi mana doktor. Ha, mening mo'ch ketkim bor. Lekin doktorlik unamadi. Bu yana tekshirimiz deb faqat ruxsat qilmayotgandi. Shu ay doktorning deganimi to'g'ri aka. Bütün tekshirishni qilib bo'lsa, odamga nada kasal bor, nada yo'q. Shuning bilan xotirjam chiqdimiz emasmi? Bu deganing to'g'ri. Qarang mana Turg'unjon cho'ng'ilab mana kichkina ajoyib kepsiz billaydi shunmi? Ha, uni ko'rdi men buning kepsizligini. Kunda bir bola bilan so'qishib ketdi emasmi? Men ota-onasiga yolvorib, bishmonchi xo'sh gapni qilib, oram qutuldirib chiqdim. Ama hozir asqitib qoldi, bolaning oldi shu hozir. Shu. Mana ko'rdingizmi, doktorga yetsangiz putlaringiz tutib, yaningizda arilmaydi. Hay, buning kepsizligini demaysiz. Bir qatim men shakirimni deb mongsam agishib turib oldi. Mang balamda ming mashaqqatni qaytirib bersam, keynimdan jug'urgan petiyani ishakka men shakir demasmi? Kepsiz bo'ldi. Mana hozir mana shunda bir chiroyli anglaq mana muloyim bo'lib ketdi-da. Ha, yaxshi bu. Manda qilaylik aka. Meningmi bir azroq bir ishim bor. Men bir doktorxonaga yana kelima. Quruqlam kelib qoldim juma. Ya. Unda dema. İşlerini bitirib ol. Bo'ldi. Siz aramingizni buzmay. Rahmat. Avval olib kelsa bola. Ma'qul. Rahmat. Jura bo'la. Yana o'zi qilib kiradi-da. Ma'qul. Savr qilamiz kam. Qanday qilamiz? Hammamizga bor bu o'lim. Ya aka, hayat vaqtida bir apachi rasmga tushunmabdi ekanmiz-da. O'ylasam ko'z oldimga kelib. Aras. Eliq kuni doktorxona Tursunkamni yo'qlab borganda, mening o'g'lim Tursunkamning ovozini MP3ga ilib olibdi-kanda, shunda suzuk chiqib qarang. Nada kunasa? Bolla uyda o'ynab yuradi. Bir izlab boqaylik-chi. Bo'ldi, men uyga bir qarab boqay. Ma'qul aka. Juma, baba. Cho'qim toping aka. Ma'qul. Siz topshirdim akamsa. Ma'qul. Xo'sh elsiz. Ma'qul. Yaxshi aka. Yaxshi. Unda o'ychi balla yaxshilovka. Yaxshi aka, shu bolalar maktabga ketgan. Maktabda o'qiyotdi balla? O'qishdan vaqt to'shab qoldi emasmi? Bizning 2 kun vaqtimiz qoldi demilishni bizim chiqamiz endi. Xizmatni aldirash yazing. Aldirash uchun. Chaqib aka. Rahmat aka. O'zingiz nima ishlar bilan bo'lib ketdingiz? Shu kamimda. Nima ish qildik? Bola vaqtimiz uy tutimiz deb shu jaharachlik. Bola nima deydi ekanmiz aka? Uy nima deydi ekanmiz? Raska. O'tganda men sizga liqib MP3dan gapini qildim-ku. To'g'ri. Uyda bakin qarang. Bormikan? Bakin, o'sh bolla o'ynab bir yak tosh etibgan yomon tasdir. Bo'yjinim aka bir anglab baqla. Anglab baqla. Buni uyga chiqib olsam, Tursunkamning ovozi suzuk chiqib qarang. Olsam, meni mishiq tutib ketdi. Aka qo'yaman. Bir qo'yib baqilamiz. Bir qatim men shakirimni deb mongsam agishib turib oldi. Mang balamda ming mashaqqatni qaytirib bersam, keynimdan jug'urgan petiyani ishakka men shakir demasmi? Kepsiz bo'ldi. Mana hozir mana shunda bir chiroyli anglaq mana muloyim bo'lib ketdi-da.
Canım dadam. Ovoz bo'lsa onab turdigan bo'ldim canım aka. Rahmat canım aka. Yig'lamang, sabr qiling. Endi bu ish hammamizga bor ekan, qanday qilamiz endi? Yig'ilmaydi. Sabr qil, sabr. To'xta aka. Az do'stim aka bu shimir. Yana saqlayman. Oy. Manda qilsaq, set turdi ukam. Siz biz Tursun ukamlar urug' tuqqandek o'tgan odamlar manda qilsaq bo'lmaydi. Men qarang ketdim aka. Sizdan menga bergan narsangiz aka. Men uchun oltin tegishsiz narsadan. Dadamning ovozi emasmi canım aka, meni isib qo'ygan. O'sha yaxshi elan. Ya shunaqa bo'lsa-da bizning qilishga tegishli ishimiz ko'p. Manga bilan yursak, set turdi ukam. Anidan sanmasın men ras men xafa qolma aka elan. Qo'shib qo'lay. Dadamning ovozi emasmi canım aka? Shu endi. Yarım barmağan toyga men qandaq baralayman. Yarning ko'ngli bek nazuk Ayşemgül. Oy İmcan, qanday ahvoling? Obdan to'ding, o'tashib mijoz yaxshimi? Ha, uzun bo'ldi ko'rinmaysan-ku. Men bor aka. O'zingiz yaxshi turyapsiz? Yaxshi. Nagmangdan. Shu opam doktorxonaga yetib qolgan, sal mijozi yo'q. Men tomoqni ilib doktorxonaga bordim aka. Shundami? Uqmay qolibdi ukam. Hozir ahvol qandayroq? Tazimotigidek emas, ko'ni kasal emasmi? Qayerliqma yetib qoldi ish qilib. Ukam, xotirjam bo'l. Cho'qim yaxshi bo'lib ketdi. Men yo'qlab barimjim ukam. Voy bo'ldi aka, avr bo'lmasangiz bo'ldi. Voy ya, unda desak bo'lmaydi. Biz xulim qo'yib tursak, yo'qlamasak set turmam deyim ukam, shundaymi? Aras, tamoq so'yib qolmasin, sen darhol bor. Bo'ldi, ma'qul aka. Bo'ldi. Men yo'qlab barimjim ukam. Ma'qul. Qaydaroq tursiz? Yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Doktorxonaga kirganda yaqin qo'yibdi. Ha. Abi xotirjam bo'lingizmi, yaxshi bo'lib ketsangiz, doktorlar aytdi, cho'ng ish yo'q deb, ha? Shuni avval bo'lib ataytin kapsiz baratga. Ya, avachlik emas biz degan. Yiqiydigan odam tursak, avachlik degan olmaydi. Qancha kun bo'ldi kirgina? 15-20 kun bo'ladi qoldi. Xil o'zi yetibdi. Doktorlar nima deydi siz? Doktorlar deydi endi ko'ni kasal, uzrab qopdi. Aynan bir tekshiramiz, anandan keyin natija chiqqandan keyin bir gap bo'ldi deydi. Bo'pti. Bu ishimda shu doktorning gapini obda anglamasa bo'lmaydi. Doktornikini anglamasa bo'lmaydi. Doktorga obdan maslashib, doktor nima desa shuni qilib yaxshi davolaydi. Sizdan o'ldirish ishlayotganimmi? Avvar o'tkapsiz. Yo'q, endi avarchilik emas, bu kasal yo'qlamasa bo'lmaydi. Kasal yo'qlash degan yaxshi ish, Ko'nglingiz nima tatida tushdi? Nimbus bo'laver. Nimbus bo'laverdi. Og'och kirsam bo'pti-da, tomoq bo'lmasa. Ya, o'zining tomoqi bor ekan. Ishtahali yaxshi. Anda bo'lsa yaxshi. Tomoq o'tib tursa, kasal asli kelish yaxshi bo'ldi emasmi? Ko'p bo'ldi emasmi? Do'sti, men bu chiqay. Qag'an bir gap so'z bo'lsa, telefonlashib deyishamizmi? Ma'qul. Ma'qul, men chiqayapmizmi? Armonimizni buzmaydi. Men uzatib qo'yib kiray-a? Siz yetavering bo'ldi, yetavering. Baratga ataytin avar bo'lib vaqt chiqarib yo'qlab kelibsiz, rahmat. Anda demang. Qilish tegishli ishimiz ekan. Xotirjam bo'ling, ilmi yaxshi bo'lib qopti. Yaxshi bo'lib ketadi, O'zi xo'p ketdi emasmi, ko'ni kasal. Shu. Men yana bir vaqt chiqsa kelmay ekan. Bo'ldi. Bugun bir adilingda quruq kelib qoldi. Voy yo'q aka. Yana yo'qlab kelmay. Ilmi avar bo'lib. Ish bo'lsa vaqt chuqum telefon qilamanmi? Telefonni bilasiz-ku? Bilma. Bo'ldi, telefon qilaymiz. Ma'qul. Ma'qul. Oylabman aka. Bo'ldi. Xo'sh.